Assalomu alaykum aziz salonda Marlon shahrida Aygurdin do'konimizga hozirda kelar Zubur 11:05 minut aytilamiz. Yetib keldi. Kelar dinamlari ikkitalik bo'ladi, karovkalari kattasidan bo'ladi kelar. Hozirda buni to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan akanamiz deb like bosasizlar, omona bosasizlar va kommentariyga yozib omad so'z yozsalaring, albatta bonuslari va kamlardan qilib beramiz kelar. Keyin kommentariyga yozib kim qaysi viloyatning kuzatishini yozib o'tkazasizlar kelar. Birinchi o'rinda kelar buni akkumulyatori 60 mA, ya'ni 24 vatli bo'ladi kelar. Keyin dinamlari ikkitali bo'ladi. Mana bu yerda bitta dinam, bu tomonda bitta dinam bo'ladi kelar. Reme orqali harakat oladi kelar. Balonlarni ko'rishingiz mumkin. Balonlarning yangi 600 ga 14, oldi esa 600 ga 500 ga 12 bo'ladi. 600 ga 500 ga 12 shiroki balonlardan qo'yilgan bo'ladi kelar. Hozirda bular razmer bo'lmaydigan holatda bo'ladi kelar, lekin karovkasi katta variantdan. Radiatorli, solarka orqali ishlaydi kelar. Faralar xohlasalaring ledli, xohlasalaring o'zida chiqqan sariqdan qilib beramiz kelar. Keyin esa buni sidinlari razmer bo'ladi. Ba'zi bir odamlar sidinasi oldida bo'lgani uchun sig'may qolishi mumkin. Buni sidinasi orqaga razmer bo'ladi kelar. Mana bu yerdan razmer bo'ladi. Keyin buni skoroslari kelar 6 talik palejni, pafishni ham bor kelar. Keyin bu nima ukam deydiganlar uchun balonlarni legirovka qiladigan kelar. Ya'ni pastga tushirib qo'ysangiz ikkala balon yerda ichida baravar qo'shadi. Uni freza pulik tortgani ancha rol o'ynaydi kelar. Yerdan chiqqandan keyin esa ko'tarib qo'ysangiz faqat bitta balon qo'shadi, bitta balon esa ajratadi kelar. Burilishga ancha o'yin qilib ishlangan kelar. Orqalarida 1.30 lik original frezalari bor ekanlar. Inshalari ko'tarib tushiradi. Mana bu yerda esa insha bagi joylashgan bo'ladi. Ba'zilar shuni yog' bagi deb o'ylayapti, ya'ni salarga bagi deb o'ylayapti ekanlar. Orqasida ham o'zini mana shunday svetlari mavjud, kechqurunda yoritgan ekanlar. Keyin mana shunday o'zining kunchlaridan qo'shib beramiz va qo'shimcha palslardan ham mavjud ekanlar. Sidinasi yumshoq, qattiq sidina emas, ancha yumshoq qo'yilgan bo'ladi. Haligi o'tirganlaringda qiyinchilik sezmaysizlar kelar. Bundan tashqari bunda mana shunday o'ziga o'yib yozib qo'ygan bo'ladi. Zubur 11:05 qilib akalar. Yurishtirgan ko'rishingiz setga qo'yilgan, ovozi ancha past chiqadi. Rollari gidravlika, rollar o'ta yumshoq. Yarimta kaltga zavodit bo'ladi ekanlar. Kaltlari mana bu yerda svetlarigacha mavjud ekanlar. Power qo'ysalaring ham bo'ladi. Bunga tayyor moslab ketilgan ekanlar. Kimga xuddi Zubur 11:05 traktorlarimiz kerak bo'lsa, bemalol qo'yib ko'rasizlar. Manzilimiz Farg'ona Marg'ilonda, narxi 28 million so'm. Dastavkalari esa 95 ta bo'ylab bor ekanlar. Tekinga holatda qilib beramiz. Orqasiga 1.30 lik frezalari bilan. Qo'shimcha jatka va pluk sotib olsalaring bo'laveradi ekanlar. Bizda albatta mavjud. Kimga kerak bo'lsa, bemalol qo'yib ko'rasizlar. Mana Zubur 11:05 185 kiloli motor. Ko'pchilik shuni 165 qilib sotishyapti. Biz esa 185 kiloli motordan sotamiz ekan, ko'rsizlar. Akalar, kanalga like bosamiz, obuna bosamiz va kommentariyga yozib kim qayerda yuzlashini yozib ketamiz akalar. Hozirda soni cheklangan holatda bor akalar. Bemalol qo'yasiz. Telefon nomeri 92 851 68 Chatka, pluk qo'shimcha olishingiz mumkin. Narxi keyingi videoda bo'ladi.